Seni o'zing bilan yuzma-yuz kelmasliging uchun iblisdan qo'rqishga o'rgatishgan. Haqiqiy urush osmonda emas, u bizning kundalik tanlovlarimizda. Tangri sening oliy onging, iblis esa sening eng quyi reaksiyangdir. Tangri, iblis va inson sen eshitishga tayyor bo'lgan haqiqat shuki, jannat va do'zax jismoniy joylar emas, balki biz har kuni kiradigan holatlardir. Va bu isyon emas, bu eslash haqida. Tangri sendan tashqarida emas, men senga shoh tomiringdan ham yaqinroqman degan iborani esla. Bizning eng yuksak tiniqligimiz, muhabbatimiz, donoligimiz, ehtimol biz taqdim eta oladigan eng samimiy duodir. Iblis esa shunchaki ong holati bo'lishi mumkin va u hech qachon mavjudot bo'lmagan, balki u tekshirilmagan qo'rquv, davolanmagan ego va jilovlanmagan nafsdir. U seni quvib yurgan narsa emas, balki onging uxlab qolganda uyg'onadigan narsadir. Bizni ikkita men bor. Oliy men va quyi men. Oliy men bu biz rahmdillik, haqiqat va bosiqlik bilan harakat qilganimizda namoyon bo'ladi va buni biz ilohiy deb ataymiz. Quyi men esa g'azab, ochko'zlik, nafs va qaramlikdan kelib chiqib harakat qilganimizda namoyon bo'ladi va biz bundan iblisni ayblaymiz. Shunday emasmi? Va har ikkala ovoz ham ichimizdan keladi. Shuning uchun ham nazorat qilish uchun tashqi iblislar kerak bo'lgan. Chunki agar insonlar dushman ichkarida ekanligini bilganlarida itoatkorlikni emas, o'zini jilovlashni izlagan bo'lardilar. Tashqi iblislar odamlarni qo'rquvda ushlab turadi. Chunki ichki mas'uliyat insonni ozod qiladi va bu qo'rquv va aybdorlikdan xalos bo'lishdir. Hukm qilish hech qachon maqsad bo'lmagan. Seni Tangri jazolamaydi, seni hayot shakllantiradi. Ushbu iborani eslab qol. Inson o'z qalbini o'zgartirmaguncha, biz uning holatini o'zgartirmaymiz. Tangri har kuni yashaydigan bizning eng yuksak salohiyatimiz bo'lishi mumkin. Iblis esa biz ongsiz ravishda bo'ysunadigan eng quyi instinktimizdir. Haqiqiy jang koinotda emas, u har soniya sening ichingda sodir bo'ladi. Bu sen o'ylaganingdan ko'ra ancha ko'proq narsani anglatadi. O'zingni sev. Faqatgina erkalik yo rohatlanishni nazarda tutadigan bir tomonlama muhabbat bilan emas, o'zingni chin dildan sev. Ichingda nimanidir yaratishga majbur qiladigan o'sha haqiqiy muhabbat bilan. Sen o'z bilimingga, sog'lig'ingga, qandaydir quvonch va zavqlanishga o'zingdan bir parcha ulashasan. Bularning barchasi senda shunday katta kuch va qudratni paydo qiladiki, uni atrofingdagilar bilan baham ko'rishing mumkin. Sen atrofingdagilar bilan bo'lishing kerak. Senda amalga oshirishing mumkin bo'lgan juda ko'p iste'dodlar va salohiyatlar bor. Ularni yerga ko'mib yuborma. Ularga o'zing orqali yuzaga chiqishga imkoniyat ber. Hayotni va o'zingni sev.